Bugun men pensionerlar uchun mobil tariflar masalasini juda aniq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Bu mavzu juda muhim, chunki ko'pchilik ota-onalarimiz, buvijon va bobojonlarimiz har oy telefon uchun ortiqcha pul to'lab yurishadi. Lekin aslida ularga mosroq, arzonroq yoki qulayroq tarif bo'lishi mumkin. Uzel, Beli va Mobius xizmatlarida pensionerlar uchun qanday imkoniyatlar bor? Nimaga e'tibor berish kerak? Qaysi holatda tarifni almashtirish foydali? Qaysi holatda esa shoshilmaslik kerak? Bularning hammasini men bugun birma-bir tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda pensiya yoshidagi inson bor. Agar ular telefonida internet ishlatmasa ham qo'ng'iroq qoqiladi, SMS oladi, bankdan xabar keladi, pensiya kartasini tekshiradi, farzandlari bilan Telegram yoki WhatsApp orqali gaplashadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlarni men oddiy xalq tushunadigan tilda tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar telefondan faqat qo'ng'iroq qilish uchun foydalanardi. Masalan, uyga qo'ng'iroq qilish, farzandini chaqirish, shifoxonaga yoki mahallaga telefon qilish, yaqin qarindoshlar bilan gaplashish. O'sha paytda tarif tanlash unchalik murakkab emas edi. Eng muhimi, qo'ng'iroq narxi arzon bo'lsa bo'ldi, internet esa deyarli kerak emas edi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya kartaga tushadi, bank ilovalaridan xabar keladi. Kommunal to'lovlar telefon orqali tekshiriladi. Shifokor qabuliga yozilishda ham ba'zan internet kerak bo'ladi. Ko'plab pensionerlar Telegram orqali farzandlari bilan video qo'ng'iroq qiladi. Nabiralarning rasmlarini ko'radi. Ovozli xabar yuboradi. Demak, bugungi kunda pensioner uchun mobil tarif deganda faqat arzon qo'ng'iroq emas, balki qulay paket, yetarli internet, ortiqcha yechib olinmaydigan abonent to'lovi, tushunarli shartlar va ishonchli aloqa ham nazarda tutiladi. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik tarifning nomiga qaraydi, lekin ichidagi shartlarni o'qimaydi. Masalan, oyga 20 ming so'm deb turadi, odam arzon ekan deb o'ylaydi. Lekin ichida internet juda kam bo'lishi mumkin. Tarmoq ichida qo'ng'iroqlar bepul. Boshqa operatorlarga esa daqiqalar kam bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, internet ko'p, lekin oddiy qo'ng'iroq qiladigan pensioner uchun umuman kerak emas. Natijada odam ishlatmaydigan xizmat uchun pul to'laydi. Yana bir muhim o'zgarish bor. Hozir operatorlar tariflarni tez-tez yangilaydi. Ujel, Belin va Mobius'da tarif nomlari, paket hajmlari, abonent to'lovlari va aksiyalar o'zgarib turadi. Shuning uchun men bu videoda bitta tarif nomini yodlab oling demayman. Men sizga to'g'ri tanlash usulini o'rgataman. Chunki bugun bir tarif qulay bo'lsa, ertaga uning sharti o'zgarishi mumkin. Lekin tanlash mezonini bilsangiz, har doim adashmaysiz. Birinchi navbatda pensionerlar uchun tarif tanlashda odamning telefon ishlatish odatini aniqlash kerak. Men amaliyotda 3 xil holatni ko'p ko'raman. Birinchi turdagi pensionerlar telefonni faqat qo'ng'iroq uchun ishlatadi. Masalan, bobomiz oddiy tugmali telefon ishlatadi. U internetga kirmaydi, Telegram yo'q, faqat farzandlari, qo'shnilari, poliklinika va mahallaga qo'ng'iroq qiladi. Bunday inson uchun katta internet paketi kerak emas. Unga eng muhimi tarmoq ichidagi va boshqa operatorlarga qo'ng'iroqlar narxi, oliy abonent to'lovi va balans tugab qolmasligi. Agar bunday odamga interneti ko'p tarif ulab qo'yilsa, u har oy internet uchun pul to'laydi, lekin undan foydalanmaydi. Ikkinchi turdagi pensionerlar smartfon ishlatadi, lekin internetni me'yorida ishlatadi. Masalan, onaxon Telegramdan xabar o'qiydi. Farzandlari bilan ovozli xabar almashadi, ba'zan video ko'radi, bank SMS'larini tekshiradi. U kun bo'yi YouTube ko'rmaydi, lekin internet butunlay kerak emas deb ham bo'lmaydi. Bunday inson uchun o'rtacha internet paketi, yetarli daqiqalar va oddiy boshqaruv juda muhim. Chunki paket tugab qolsa, internet asosiy balansdan qimmat narxda yechila boshlashi mumkin. Uchinchi turdagi pensionerlar esa telefondan faol foydalanadi. Masalan, otaxon har kuni YouTube orqali yangilik ko'radi, diniy ma'ruzalar eshitadi, video qo'ng'iroq qiladi, Telegram kanallarini kuzatadi. Bunday inson uchun arzon, lekin interneti juda kam tarif mos kelmaydi. Unga internet paketi yetarli bo'lgan tarif kerak. Aks holda u oyning o'rtasida paketni tugatib qo'yadi, keyin qo'shimcha paket sotib olishga majbur bo'ladi va umumiy xarajat qimmatlashadi. Mana oddiy misol. Bir pensioner oyiga 25 ming so'mlik tarif ishlatadi. Ichida 2 gigabayt internet bor. U har kuni YouTube ko'rsa, bu 2 gigabayt bir necha kunda tugaydi. Keyin u yana 10 ming. 25 ming yoki 20 ming so'mlik internet paketi oladi. Oy oxirida qarasa,
umumiy xarajat 45 ming so'mga chiqib ketgan. Balki boshdan 35 ming yoki 40 ming so'mlik internet ko'proq tarif olsa, kamroq xarajat qilardi. Shuning uchun faqat abonent to'loviga emas, oy davomida qancha qo'shimcha pul ketayotganiga qarash kerak. Agar siz yoki ota-onangiz har oy telefon balansiga pul solsa-yu, pul qayerga ketayotganini tushunmasa, albatta tarifini tekshirish kerak. Bu eng birinchi signal. Masalan, 3000 so'm solindi, bir hafta o'tmay balans nol bo'ldi. Bu holatda 3 ta sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi tarif abonent to'lovi yechgan. Ikkinchisi paket tugab xizmatlar asosiy balansdan ishlagan. Uchinchisi qo'shimcha pullik xizmatlar ulangan bo'lishi mumkin. Agar pensioner smartfonda tasodifan internetni yo'qib qo'ysa, ayrim tariflarda internet paket bo'lmasa ham pul yechiladi. Masalan, telefonda ob-havo yangilanadi. Telegram fon rejimida xabar oladi. Bank ilovasi bildirishnoma yuboradi. Odam esa internet ishlatmadim deb o'ylaydi. Aslida telefon o'zi ma'lumot almashgan bo'ladi. Shuning uchun internet kerak bo'lmasa, mobil internetni o'chirib qo'yish yoki internet paketi bo'lmagan tarifda ehtiyot bo'lish kerak. Yana kim xavotir olishi kerak? Telefonda reklama SMS'lari, obuna xabarlari, noma'lum xizmatlardan bildirishnomalar kelayotganlar. Ba'zan odam biror havolani bosadi, tasdiqlash tugmasini bosadi yoki eski davrda ulangan xizmat qolib ketgan bo'ladi. Natijada kuniga 300 so'm, 500 so'm, 1000 so'm yechilishi mumkin. Bu kichik ko'rinadi. Lekin oyga 15 ming yoki 30 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu sezilarli pul. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning tarifi aniq, har oy qancha to'lov yechilishini biladi, paket yetadi, qo'shimcha xizmatlar yo'q. Balans kutilmaganda kamaymaydi. Aloqa sifati yaxshi bo'lsa, faqat yangi tarif chiqdi deb shoshilib o'zgartirish shart emas. Chunki ba'zan eski tariflar ham ayrim foydalanuvchilar uchun qulay bo'lib qoladi. Tarifni almashtirishdan oldin yangi tarifning barcha shartlarini solishtirish kerak. Ujal abonentlari uchun men birinchi navbatda shuni tavsiya qilaman. Pensionerning hozirgi tarifi abonent to'lovi. Daqiqalar va internet qoldig'ini tekshirib oling. Uchalda tariflar va xizmatlar yangilanib turadi. Ayrim maxsus takliflar faqat ma'lum hududda, ma'lum abonentlar uchun yoki ma'lum davrda amal qilishi mumkin. Shuning uchun operatorning rasmiy ilovasi, rasmiy sayti yoki aloqa markazi orqali eng so'nggi ma'lumotni ko'rish kerak. Agar pensioner uchal ichida ko'proq gaplashsa, masalan farzandlari ham uchalda bo'lsa, tarmoq ichidagi daqiqalar yoki cheksiz muloqot beradigan tarif foydali bo'lishi mumkin. Lekin farzandlar belini, Mobiuz yoki boshqa operatorlarda bo'lsa, faqat tarmoq ichidagi qulaylik yetarli emas. Bunday holatda boshqa operatorlarga ajratilgan daqiqalar ham muhim. Masalan, onaxonning 3 farzandi bor. Bittasi Ujel, bittasi Belini, bittasi Mobiuz ishlatadi. Onaxon esa har kuni uchalasiga ham telefon qiladi. Agar tarif faqat Ujel ichida qulay bo'lsa, Belini va Mobiuzga qo'ng'iroqlarda paket tez tugashi yoki alohida narx yechilishi mumkin. Shuning uchun oilaviy aloqa xaritasini ko'rib chiqish kerak. Kim qaysi operatorda kim bilan ko'p gaplashiladi? Qo'ng'iroqlar uzunmi yoki qisqami? Bular tarif tanlashda juda muhim. Yana bir jihat, Ujal smartfon ishlatadigan pensionerlar uchun internet paketi tariflar beradi. Lekin internet hajmini real ehtiyojga qarab tanlash kerak. Telegramdagi matnli xabarlar ko'p internet yemaydi. Lekin video, rasm, ovozli xabar va YouTube tez sarflaydi. Agar pensioner faqat xabar o'qisa, kichik paket yetishi mumkin. Agar har kuni video ko'rsa, kichik paket muammo keltiradi. Belini abonentlari orasida ham pensionerlar ko'p. Belini tariflarini tanlayotganda men doim 3 narsani tekshiraman. Abonent to'lovi qachon yechiladi? Paket tugaganda nima bo'ladi? Va tarifda qo'shimcha xizmatlar bormi? Chunki oddiy foydalanuvchi uchun aynan shu joylarda tushunmovchilik ko'p uchraydi. Belini ilovasi orqali xarajatlarni ko'rish qulay. Agar telefon egasi ilovani o'zi ishlata olmasa, farzandi yoki nabirasi bir marta kirib, oxirgi haftadagi yechimlarni ko'rib berish kerak. Qayerga pul ketganini ko'rsangiz, muammo aniq bo'ladi. Masalan, abonent to'lovi yechilganmi? Internet asosiy balansdan ketganmi? Pullik obuna bormi? Boshqa operatorlarga qo'ng'iroq ko'p bo'lganmi? Bir real vaziyatni olaylik. Otaxon Belini raqam ishlatadi. Oyiga 20 ming so'm soladi. U o'ylaydi, men kam gaplashaman, internet ishlatmayman. Lekin smartfonda mobil internet yo'qilgan, Telegram o'rnatilgan bir nechta kanalga a'zo. Har kuni rasm va video avtomatik yuklanadi. Otaxon videoni o'chmasa ham ba'zi ma'lumotlar fon rejimida keladi. Natijada balansdan pul ketadi. Bu muammoni tarif almashtirish bilan emas.
Avval telefon so'zlamalarini to'g'rilash bilan hal qilish mumkin. Mobil internetni o'chirish, Telegramda avtomatik yuklab olishni cheklash, kerak bo'lsa kichik internet paketi ulash. Belinida ham oilaviy foydalanish odati muhim. Agar pensionerning yaqinlari asosan belinida bo'lsa, tarmoq ichidagi takliflar foydali bo'lishi mumkin. Lekin pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha turli operatorlarga qo'ng'iroq qiladi. Mahalla raisi bir operatorda, shifokor boshqa operatorda, farzandlar 3-operatorda. Shuning uchun umumiy daqiqalar paketi bor yo'qligini tekshirish kerak. Mobiuzda ham pensionerlar uchun qulay bo'lishi mumkin bo'lgan tarif va xizmatlar bor. Lekin bu yerda ham asosiy qoida o'sha. Rasmiy shartni tekshirmasdan tarif almashtirmaslik kerak. Mobiuz abonentlari ko'pincha qo'ng'iroq va internetni birga ishlatadi. Ayniqsa hududlarda mobiuz aloqasi yaxshi ishlaydigan joylar bor. Ayrim joylarda esa boshqa operator kuchliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun tarif bilan birga aloqa sifati ham hisobga olinadi. Masalan, pensioner qishloqda yashaydi. Unga eng arzon tarifni ulab berdingiz, lekin uyda signal sust. Natijada u gaplashayotganda aloqa uziladi. Qayta-qayta qo'ng'iroq qiladi, asabiylashadi. Ba'zan boshqa odam telefondan foydalanadi. Bunday holatda arzon tarif ham amalda qulay bo'lmaydi. Avval uy, hovli, ish joyi yoki ko'p boradigan joylarda qaysi operator yaxshi ishlashini ko'rish kerak. Mobiuzda ham balans yechimlarini tekshirish muhim. Ayrim abonentlar tarifdagi paket tugaganini sezmaydi. Masalan, oy boshida internet berildi, lekin 15 kun ichida tugadi. Keyin video qo'ng'iroq qilganda yoki Telegram ishlatganda pul asosiy balansdan yechila boshladi. Pensioner esa nega pul ketdi deb hayron bo'ladi. Shuning uchun paket qoldig'ini ko'rib turish odatini shakllantirish kerak. Tarifni almashtirish foydali bo'ladigan birinchi holat. Hozirgi tarifdagi paketlar yetmayapti. Masalan, har oy qo'shimcha internet paketi olinadi. Qo'shimcha daqiqalar sotib olinadi yoki balans muntazam tugab qoladi. Bu shuni bildiradiki, hozirgi tarif real ehtiyojga mos emas. Bunday paytda bir pog'ona yuqoriroq, lekin paketlar yetarli tarif umumiy hisobda arzonroq chiqishi mumkin. Ikkinchi holat. Odam paketlarning katta qismini ishlatmayapti. Masalan, oyga 6000 so'mlik tarif ulangan, ichida ko'p internet va daqiqalar bor, lekin pensioner oy oxirida internetning daqiqasul foizini ishlatmagan bo'ladi. Demak, ortiqcha to'lov bor. Bunday paytda kichikroq tarifga o'tish har oy pul tejaydi. Har oy 2000 so'm tejalsa, bir yilda 240 ming so'm bo'ladi. Bu pensioner uchun dori-darmon, kommunal to'lov yoki boshqa zarur xarajatga yordam beradi. Uchinchi holat. Tarif shartlari o'zgargan. Ba'zan operatorlar eski tariflarni yopadi, narxni o'zgartiradi yoki paket tarkibini yangilaydi. Abonent buni sezmay qolishi mumkin. Shuning uchun kamida 3 oyda bir marta tarifni tekshirish kerak. Ayniqsa balans odatdagidan tez tugay boshlasa, darhol sababini aniqlash kerak. Agar sizga kimdir bu tarif eng zo'r, hozir o'tib oling desa, darhol rozilik bermang. Ayniqsa telefon orqali qo'ng'iroq qilib yoki SMS orqali taklif berilganda ehtiyot bo'ling. Tarifning nomi chiroyli bo'lishi mumkin, lekin shartlari sizga mos kelmasligi mumkin. Men har doim aytaman. Eng yaxshi tarif degani eng ko'p internetli tarif emas, eng arzon tarif ham emas. Eng yaxshi tarif bu aynan sizning ishlatishingizga mos tarif. Agar pensioner eski tarifda juda kam to'lov bilan faqat kerakli qo'ng'iroqlarni qilib yurgan bo'lsa, yangi tarifga o'tishdan oldin 2 marta o'ylash kerak. Ba'zan eski tarifga qaytib bo'lmaydi. Operatorlar ayrim eski tariflarni arxivga o'tkazadi. Siz undan chiqib ketsangiz, keyin qaytish imkonsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun tarif almashtirishdan oldin hozirgi tarif arxiv tarifmi yoki qayta ulash mumkinmi? Buni aniqlash zarur. Yana bir nozik jihat. Ayrim tariflarda abonent to'lovi har oy aniq sanada yechiladi. Ayrimlarida har 3 kunda, ayrim xizmatlarda esa kunlik to'lov bo'lishi mumkin. Pensionerlar uchun eng tushunarli variant oylik to'lov bo'ladi. Chunki pensiya tushadigan vaqtga moslab balans to'ldirish mumkin. Kunlik yechimlar esa odamga sezilmasligi mumkin, lekin oy oxirida katta summaga aylanadi. Birinchi tuzoq internet paket tugagandan keyingi narx. Ko'pchilik faqat tarif ichidagi internet hajmini ko'radi, lekin tugagandan keyin 1 megabayt qancha turadi? Avtomatik paket ulanadimi? Tezlik pasayadimi yoki balansdan pul yechiladimi? Buni bilmaydi. Aynan shu joyda ortiqcha xarajat paydo bo'ladi. Ikkinchi tuzoq pullik kontent xizmatlari, masalan, musiqa, yangilik, ob-havo, o'yin, tanishuv, horoskop kabi xizmatlar. Pensioner bularni ataylab ulagan bo'lmasligi mumkin. Lekin tasodifan tasdiqlagan bo'lishi
eski telefondan qolgan bo'lishi yoki reklama havolasini bosgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha pulli xizmatlarni tekshirib, kerakmaslarni o'chirish kerak. 3-tuzoq. Roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Agar qarindoshlar chet elda bo'lsa, pensioner oddiy qo'ng'iroq qilaman deb xalqaro qo'ng'iroq qilib qo'yishi mumkin. Bu ancha qimmat bo'ladi. Bunday holatda Telegram, WhatsApp yoki boshqa internet orqali qo'ng'iroq qilish arzonroq bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun internet paketi yetarli bo'lishi kerak. 4-tuzoq. Telefon sozlamalari, ayrim telefonlarda ilovalar avtomatik yangilanadi. Masalan, Play Market yoki App Store mobil internet orqali yangilanishni boshlasa, bir necha 100 megabayt yoki gigabayt ketishi mumkin. Pensioner esa men hech narsa ko'rmadim deydi. Shuning uchun yangilanishlarni faqat Wi-Fi orqali qilish sozlamasini yoqish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensionerning oxirgi bir oylik telefon xarajatini ko'ring. Ujel, belini yoki mobil bo'lishidan qat'i nazar, rasmiy ilova, shaxsiy kabinet yoki aloqa markazi orqali balans yechimlarini tekshiring. Qaysi kuni qancha pul yechilgan, nima uchun yechilgan, paket qachon tugagan, shularni yozib chiqing. Ikkinchi qadam, hozirgi tarif nomini aniqlang. Ko'pchilik o'z tarifini bilmaydi. Tarif nomini bilmasdan solishtirish mumkin emas. Operator ilovasida tarif nomi, abonent to'lovi, internet daqiqalar va SMS paketi ko'rsatiladi. Agar ilova ishlatish qiyin bo'lsa, eng yaqin operator ofisiga boring yoki aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. 3-qadam, real ehtiyojni yozing. Bir oyda taxminan nechta daqiqa gaplashiladi? Qaysi operatorlarga ko'p qo'ng'iroq qilinadi? Internet kerakmi? Kerak bo'lsa nima uchun kerak? YouTube ko'riladimi? Video qo'ng'iroq qilinadimi? Telegram faqat xabar uchunmi yoki video uchun hammi? Mana shu savollarga javob topilsa, tarif tanlash osonlashadi. 4-qadam, barcha pullik xizmatlarni tekshiring. Operator ofisiga borganingizda yoki aloqa markaziga chiqqaningizda shunday deb so'rang. Mening raqamimda qanday pullik xizmatlar va obunalar ulangan? Ularning kunlik yoki oylik narxi qancha? Kerak bo'lmaganlarni o'chirib bering. Bu gapni aniq aytish kerak. Faqat tarifni so'rash yetmaydi. 5-qadam, internet sozlamalarini tartibga keltiring. Agar pensioner internet ishlatmasa, mobil internetni o'chirib qo'ying. Agar ishlatsa, Telegramda avtomatik video va rasm yuklashni cheklang. Telefon ilovalari faqat Wi-Fi orqali yangilansin. YouTube sifatini juda yuqori qo'ymang. Oddiy ko'rish uchun pastroq sifat ham yetadi. Internet kamroq ketadi. 6-qadam, operator ofisiga borganda hujjatlarni tayyorlang. Raqam kimning nomida bo'lsa, o'sha odam pasport yoki ID karta bilan borishi kerak. Agar raqam pensionerning nomida bo'lmasa, masalan farzandining nomida bo'lsa, tarif o'zgartirish yoki ayrim xizmatlarni boshqarishda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun raqam egasini oldindan aniqlang. Agar pensionerlar uchun maxsus imtiyozli taklif bo'lsa, pensiya guvohnomasi yoki pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Buni ofisga borishdan oldin aloqa markazidan aniqlab oling. 7-qadam, tarifni o'zgartirishdan oldin 3 ta savol bering. Birinchisi, bu tarifda oylik abonent to'lovi qancha va qachon yechiladi? Ikkinchisi, paket tugasa, qo'ng'iroq va internet narxi qanday bo'ladi? Uchinchisi, bu tarifdan chiqib ketsam, eski tarifimga qayta olamanmi? Mana shu 3 savol ko'p xatolarning oldini oladi. 8-qadam, tarif almashtirgandan keyin birinchi oy nazorat qiling. Balansni butunlay unutib qo'ymang. Bir hafta o'tgach qoldiqni ko'ring. 2 hafta o'tgach yana tekshiring. Agar paketlar yetmayotgan bo'lsa, demak tarif mos emas yoki telefon sozlamalarida muammo bor. Agar paketlar ortib qolayotgan bo'lsa, ehtimol arzonroq tarif ham yetishi mumkin. Birinchi misol, buvijon faqat qo'ng'iroq qiladi, internet ishlatmaydi. Uning farzandlari turli operatorlarda. Bunday holatda unga faqat bitta tarmoq ichida qulay tarif emas. Boshqa operatorlarga ham yetarli daqiqasi bor tarif kerak. Internet katta bo'lishi shart emas. Agar smartfon ishlatmasa, internetli katta paket uchun pul to'lash mantiqsiz. Ikkinchi misol, otaxon har kuni Telegramda ovozli xabar yuboradi. Nabiralari bilan video qo'ng'iroq qiladi, lekin YouTube ko'rmaydi. Bunday odamga o'rtacha internet kerak. Agar juda kichik paket ulansa, video qo'ng'iroqlar sabab tez tugaydi. Agar juda katta paket ulansa, pul ortiqcha ketadi. Eng to'g'ri yo'l bir oy sarfini kuzatish, keyin o'sha sarfga yaqin tarif tanlash. 3-misol, pensioner YouTube orqali har kuni 2 soat video ko'radi. Bu oddiy internet sarfi emas, bu faol foydalanish hisoblanadi. Bunday holatda arzon tarif olib, keyin qo'shimcha paket sotib olish ko'pincha qimmatga tushadi. Yaxshisi internetda ko'proq tarifini ko'rib chiqish kerak.
lekin video sifatini ham pasaytirish foydali. Chunki yugurish va internetni juda tez tugatadi. 4-misol, onaxon balansga har oy 2000 so'm soladi, lekin 10 kunda tugaydi. Tekshirsa tarif abonent to'lovi 2000 so'm. Qolgan pul esa pullik obunalar va paketdan tashqari internetga ketayotgan bo'ladi. Bu yerda tarifni almashtirishdan oldin pullik xizmatlarni o'chirish va internet nazoratini yo'lga qo'yish kerak. Shundan keyin haqiqiy xarajat ko'rinadi. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, Uzel, Belin va Mobiuzda pensionerlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan tarif va takliflar bor, lekin eng muhimi nom emas, shart. Har bir pensionerning foydalanish odati har xil. Kimdir faqat qo'ng'iroq qiladi, kimdir Telegram ishlatadi, kimdir YouTube ko'radi, kimdir esa faqat bank SMS'larini oladi. Shuning uchun bitta tarif hammaga mos kelmaydi. Siz eng avval hozirgi tarifni xarajatlarni, pullik xizmatlarni va internet sarfini tekshiring. Keyin operatorning rasmiy ilovasi sayti, aloqa markazi yoki ofis orqali eng so'nggi shartlarni solishtiring. Tarifni o'zgartirishdan oldin abonent to'lovi. Paket tugagandan keyingi narx va eski tarifga qaytish imkoniyatini albatta so'rang. Shunda ota-onangiz yoki o'zingiz ortiqcha pul to'lamaysiz. Aloqa esa qulayroq bo'ladi. Agar siz Uzel, Belini yoki Mobiuzda qaysi tarifdan foydalanayotganingizni bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Qancha to'laysiz? Internet yetadimi? Qo'ng'iroq narxlar sizga qulaymi? Balans tez tugaydimi? Shularni yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda kerak.